Garantiyali ot so'rayotgan, ulog'iga garantiyasi bilan so'ragan aka-ukalarga. Bittasi orqa, bittasi oldi. Bugun 7-fevral. Yoshi 6 yashar, bo'yini balandligi taxminan bir 67-68 atrofida. Yeb ichishi tani joni sog'. Buni ko'kraklari, bo'yni boshiga bir ahamiyat berib qo'yasizlar. Qashqadaryo, Samarqandmi, Toshkentda ham chopib yurar ekan, garantiyasi bilan bemalol tekshirib olsanglar ham bo'lar ekan. Bunisining yoshi 8 yashar, bo'yini balandligi taxminan 1.65 atrofida. Garantiyasi bilan liboy ulog'iyliga olib borib tekshirib olsanglar bo'lar. Ayniqsa Samarqandlik, Qashqadaryolik aka-ukalarimizni oldiga yakka ulog'iga ham yaraydigan otlardan ekan jonivor. Hozirgi kundan dalli bilan emas, chopib turgan ayg'irlik ekan. Jonivor tezligiga bir ahamiyat beraylik. Ikkalovini bir joyda 11 ming dollar ekan, kami bor. O'zi to'g'ri bitta o'zini narx turishgan ekan, qo'shnilar ham narx qilayotgan ekan, shu bitmayotgan ekan azizgina. Sizlar chiqsanglar, Xudo xolasa nasib qilgan bo'lsa sizlarga bitadi.